O'zingiz sevgan animelaringizni Aniplan.uz ilovasida birinchilardan bo'lib tomosha qiling. Boshida hech narsa yo'q edi. Toki Ma'buda unga nur yog'dirgunicha dunyo bo'roni shamollardan iborat edi. Va u 9 irq tug'ilgan ushbu qit'ani vujudga keltirdi. Ajdarho odamlar, elflar, dev odamlar, gnomlar, iblis avlodlari, zulmat elflari, kentavrlar, hayvon odamlar va man kabi insonlar. Ko'rishguncha! Oyi, dada, singlim Els, Yumi. Men aniq ajoyib sarguzashtchi bo'laman. Keyin hammamiz rohat-farog'atda yashaymiz. Eng to'g'ri yo'l shu edi-ku. Yo'ldan qochib, akana. İnsonlar chetda yurish kerak. Kechirasiz. Navbatdagi marhamat. Oldinda rahmat. Ismingiz nima? Light. Birinchi marta ro'yxatdan o'tyapsizmi? Shunday. Demak, siz F darajasida bo'lasiz. Sovg'angiz bormi? Ha bor. Qanaqa? Cheksiz spinner. Cheksiz spinner? Bu nima degani? Ko'rsatib beraman. Shundoq qilib spinnerimni aylantiraman. Chiqqan kartani qo'yib yuboraman. Yana qila olaman. Qo'yib yuborish. Qo'yib yuborish. Egilgan vilka, chirigan olma va mog'orlagan non. Odatda bundoq bo'lmasdi. Menimcha, Frank siz uchun eng yaxshisi. Haligi Ha? darhol ishlashim mumkin bo'lgan ishda bormi? Shunaqami? Ushbu e'lonlar taxtasida mavjud bo'lgan eng oson ish o'rinlari bor. Yoki o'qishni bilmaysizmi? Ha, Insonlarda savodxonlik darajasi pastligini hisobga olsak, u holda har doim o'tin terish, tuproq tashish, chimni tekislash ishlari sizni qiziqtiradimi? Lekin oylik kam bo'ladi. shu ham bo'ladi. Kun bo'yi ishlab faqat tunash uchun yetarli mablag' topdim.